Assalomu alaykum yurtdoshlar, men ismim Ibrohimjon. Bugun sizlarga LT Reviews proyekti haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu proyekt Ellington Cruise tomonidan qurilmoqda. Joylashuv jihatdan Shegzed roadga yaqin, marinalarga yaqin, o'zi ham juda ham ajoyib bir qancha qulayliklardan iborat жилой kompleks hisoblanadi. Kelinglar lokatsiyani birinchi ko'rib chiqamiz. Mana bu Dubay xaritasi, o'zingizlar biladigan Dubay aeroporti, Downtown, Palma Marina va Al-Maktoum aeroportlari. Biz aytayotgan proyekt mana shu joyda joylashgan. Ko'rayotganlaridek marinaga 5 daqiqalik yo'l, Al-Maktoum aeroportiga 15 daqiqalik yo'l, Downtownga 15 daqiqalik yo'l va Dubay International aeroportiga 20-25 daqiqalik yo'lda joylashgan. Joylashuv jihatidan Jumeirah Lakes Towers bilan Jumeirah Islandsda tushlik o'rtasida joylashgan. Faqat qulaylik taraflardan biri mana bu tarafda ochiq vid Jumeirah Islandsga qarab turadi. Hech qanday baland binolar bo'lmaydi. Ochiq manzaralik ultra luxury villalardan iborat rayonga qarab turadi. Bundan tashqari quyosh chiqish va botishlar ham bu tarafdan, quyosh chiqishi bu tarafdan. Buni alohida qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Eng yaqin mollardan biri Dubai Marina Mall hisoblanadi, 5 daqiqalik yo'l. Yo'lsam Shegzed Road bilan Mall of Emiratesga 10 daqiqa ichida va Ibn Batutaga ham 10 daqiqa ichida yetib borsa bo'ladi. Hop, proyekt o'zi 4 ta binodan iborat bo'ladi. 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroomlik kvartiralar, 3 va 4 bedroomlik penthouslardan iborat. Bundan tashqari bir qancha, birinchi etajda bir qancha o'zining qulayliklardan iborat bo'ladi va alohida o'zining club house ham bor. Ular haqida alohida ma'lumot berib o'tamiz. Buni ko'rib turganlaridek qanday joylashuv bo'yicha joylashganligi, mana Jumeirah Islands, mana Shegzed Roadga qo'shilish, Dubai Marina Malllar. Lokatsiya jihatdan juda ham yaxshi. Quyosh chiqishi va botishi bino uchun qanday ta'sir qilishini ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p, mana bino ground floor, 3 ta podium va 26 ta etajdan iborat bo'ladi. Umumiy 290-239 ta kvartiralardan iborat bo'ladi har bittasida. Xo'p, tushunishimiz uchun osonroq bo'lishi uchun mana bu bitta bino bo'ladi va bunisi ham bitta alohida bino bo'ladi va har bitta binoda ikkitadan towerlar bo'lgan bo'ladi va bu ikkalasi o'rtasida ulangan ko'priklari bo'ladi. Buni alohida ko'rsatib o'tamiz alohida. Xo'p, mana ko'rib turganinglardek binoda joylashuvi. Xo'p, qulayliklar jihatdan juda ham qulayliklari ko'p bo'ladi. Mana bu birinchi etaji. Har bitta bino uchun alohida kirish zonalari bor. Undan tashqari har bitta binoning oldida o'zining yana yashil zonalari bor. Suvlik, fontanlik joylari bor. Xo'p, undan tashqari atrofdagi yo'l ro'parasidan, ko'l ro'parasidan alohida yashil zonasidan iborat bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda endi club house kirilish qismi. Uni aytamiz. Aytgan bundan tashqari alohida kofe shoplar uchun, restoranlar va magazinlar uchun joylari bo'ladi. Mana shu birinchi etajlarda qanday bo'lishi, tashqi ko'rinishlarni qanday bo'lishi ko'rib turganinglardek juda ham yaxshi qilingan. Xo'p, mana shu ko'l tarafdan ko'rinishlari. Mana bu reception qanday ko'rinishi. Xo'p, podiumdan tepaga chiqqanimizda birinchi etajda shunday qulayliklar iborat bo'ladi. Ko'rayotganlaringiz mana ko'prik bo'yicha ulangan ikkita bino bir-biriga. Har bitta binoda o'zining mana kirish qismlari bor. Bu o'sha qulaylari zonasiga. Bu bir qancha basseynlar bor. Mana bu basseyn, bu yerda oilaviy basseyn, bolalar basseyni, tennis kortlari, mana gardenali bog'lari, yashil zonalari bor. Mana ko'rib turganlaridek. Mana barbekyu ariyalari, ya'ni barbekyu qiladigan joylari. Bundan tashqari mana bu yerda erkaklar va ayollar uchun alohida kiyim almashtirish zonalari bor. Xo'p, yana nima? Qulaylari ham juda ham ko'p. Bunda o'tiradigan joylar, dam oladigan joylari bor. Endi boshqa ko'pchilik qulayliklar club house'da ham bor. Bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu o'sha basseynlarda qanday bo'lishi, basseynlardan qanday manzaralar ko'rinishi, Xo'p, mana tennis kortlari, yosh bolalar o'ynaydigan joylari qanday bo'lishi haqida. Xo'p, men aytganimdek club house alohida bor. 4 etajdan iborat bo'ladi va har bir etajda bir qancha qulayliklari joylashgan. Buni hozir ko'rsatib o'tadi. Bu birinchi etaji, alohida mashinalar kelib to'xtaydigan joyi bor. Mana kirish, reception. Receptionni kutib o'tiradigan
dam oladigan joylari, mana bu yerda meeting roomlari bor va kompyuterda ishlaydiganlar uchun alohida ishlaydigan kabinkalari bor. Keyin podkast room, ya'ni podkastlar oladigan xonasi, oldindan book qilsa bo'ladi, ya'ni zakaz qilsa bo'ladi. Va mana bu yerda liftlari bor tepaga chiqadigan ko'rinishlari. Va bu tepaga chiqqanda bu endi sport zali. Ko'rishganlarga sport zal. Mana bu yerda tashqi zonasi bor. Va mana bu yerda erkaklar va ayollar uchun alohida kiyim almashtirish xonalari, massaj xonalari, steam roomlar va o'zini basseynlardan iborat bo'ladi. Va bundan ham tepaga chiqiladigan bo'lsa, endi buni renderlar ham sport zallarning qanday bo'lishi. Bundan ham tepaga chiqiladigan bo'lsa, va mana bu yerda endi kinoteatr bor. Mana dance studio, ya'ni raqsga tushadigan xona. Va bundan tashqari mana umuman olganda bu yerda dam olib o'tiradigan joylari, ichki va tashqi, bu yerda alohida sartarosh xonalari deymizmi, go'zallik salonlari bo'ladi. Bundan ham tashqariga chiqiladigan bo'lsa, mana bu endi sinema roomlarning qanday ko'rinishi. Bundan ham tashqari chiqadigan bo'lsa, o'sha biz aytganimiz qulaylar urovniga chiqadi. Mana bu yerda erkaklar va ayollar uchun alohida kiyim almashtirish xonalari. Mana bu yerda arcade room, ya'ni o'yinlar, avtomat o'yinlar o'ynaydigan joylari. Oshnalar bilan yig'ilib, ko'rishib, o'tirib o'yin o'ynaydigan zonalari. Bundan tashqari mana bu yerda bolalar ichki o'ynaydigan tarafi va tashqi bolalar zonasi. Ota-onalar uchun joy, keyin bolalar uchun alohida kichkina kuxnyasidan iborat bo'ladi. Bolalar basseyni ham bor. Ko'rib turganinglardek. Bu o'rinlarida qanday bo'lishi, qanday dizaynda bo'lishi. Bu zonalar shunday ko'rib turganingizdek topshiriladi. Mana kitob, bir narsa, mayda shu narsalardan tashqari. Mana bu kvartiralar qanday manzaralarda bo'lib turishi, xuddi shunday ochiq manzarali kvartiralardan iborat bo'ladi. Mana shu mehmonxonalarning ko'rinishi, oshxonalari qanday bo'lishi, mana yotoqxonalarda qanday bo'lishi haqida ko'rib turganinglardek. Bu endi sanuzillar. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, mana ko'rayotganingiz bu oddiy dush emas, ya'ni rain shower deydi, ya'ni yomg'irlik dushdan iborat bo'ladi. Xo'p, ranglar uyg'unligi bo'yicha va sifati bo'yicha Enlington Dubaydagi eng yuqori quruvchilardan biri hisoblanadi. Xo'p, mana bu endi bir bedroomliklarda planirovkasi ko'rib turganinglardek, mana bu yerdan kirish, oshxona, katta mehmonxona, mana yerda mana общий sanuzel, kir yuvish xonasi va mana yerda yotoqxona bor. Yotoqxonaning o'zining garderoblari va sanuzeldan iborat va balkonlari ham iborat bo'ladi. Ular o'rtacha 80 kvadratdan iborat bo'lyapti. Va bu mana endi ikkita yotoqxonalik uylar, ya'ni two bedroomlardagi planirovkalar, mana kirish, mehmonxona, katta zal, mana yerda общий sanuzel, kir yuvish xonasi, mana yerda bitta yotoqxona, o'zining garderob va sanuzel bilan birga va mana yerda umumiy master yotoqxona, o'zining garderob va sanuzel bilan birga bo'ladi. Balkonlardan ham iborat bo'ladi. Va bularda endi joylashuviga qarab planirovkalar sal o'zgargan, asosiylarni ko'rsatib o'tyapman. Bu endi boshqa turdagisi, tipdagisi, mana bu yerdan kirish, oshxona, zal, balkon, mana bu yerda общий sanuzel, kir yuvish xonasi bilan birga, mana yerda bitta yotoqxona, o'zining garderob va sanuzellari bilan, mana yerda master yotoqxona, o'zining garderoblari va sanuzel bilan iborat bo'ladi. Ko'rayotganinglardek, ularning o'rtacha razmerlari 120 kvadratdan tashkil topadi. Xo'p, bu endi ikki xonalikda qo'shimcha study roomi bor. Two bedroom plus study deb qo'yadi. Mana kirish, kirilgan oshxona, katta zal, balkon, va study room. Study room nima endi? Bu xonani bolalar dars qiladigan xona qilish mumkin, yoki ofis qilish mumkin, yoki xizmatchilar xonasi qilib ishlatish ham mumkin. Umuman xonada bitta qo'shimcha joy bo'ladi. Bu mana bitta yotoqxona, o'zining garderob va sanuzel bilan birga, bu yerda master yotoqxona, o'zining garderob va sanuzel bilan birga, mana umumiy sanuzel, kir yuvish xonalaridan iborat bo'ladi. Bu endi mana 3 xonalik, 3 bedroomlik kvartiraning ko'rinishi. Bu yerdan kirish, kirilgan oshxona, mana bu yerda общий sanuzel, mehmonxona, mana yerda bitta yotoqxona, mana yerda yana bitta yotoqxona, общий sanuzel,
va mana bu yerda stadion bor o'zini sanusi bilan birga va balkondan iborat va mana master bedroom mana bunda joylashgan. Master yotoqxona o'zini garderoblari va sanuzidan iborat bo'ladi. Xo'p, bu endi penthouse, 3 xonalik, 3 bedroomlik penthouse juda ham chiroyli planirovka qilingan. Xo'p, asosiy tushunib olishimiz bo'lgan narsa mana shu liniya. Bu liniyani bu tarafi umumiy foydalaniladigan joylar va bu tarafi yotoqxonalardan iborat. Mana kirilgan zal, keyin yana ham katta zal bor. Umumiy sanuzil, oshxona va keyin mana bu yerda kir yuvish xonasi bor. Keyin mana yopiq oshxonasi ham bor. Keyin stadion, xizmatchilar xonasi deylik, xizmatchilar xonasi bor. Keyin balkonlardan iborat. Va bu yerdan tashqariga chiqilganda balkoni bor. Balkonda o'zining basseyni, umuman dam olib o'tiradigan joylari, umuman qulayliklardan iborat. Va bu endi yotoqxonalar tarafiga ketadigan bo'lsak, bu tarafda faqat yotoqxonalar, mana bitta yotoqxona o'zining sanuzili bilan birga, bu yerda ikkinchi yotoqxona o'zining sanuzili va balkonlari bilan birga har bittasi. Va bu yog'i katta master yotoqxona. Katta master yotoqxona. Ko'rayotganingizdek o'zining saunasidan iborat bo'ladi, vannasi va dushlardan iborat bo'ladi. Juda ham katta o'zining garderoblari bor va bir qancha balkonlari va balkonlardan ham o'tiradigan joylardan iborat bo'ladi. Bu 3 xonalik, 3 bedroomlik penthouse, keyin 4 bedroomlik penthouselar ham bor. Buni ko'rib turganingizdek 4 bedroomlik penthouse. Bunda ham mana shu liniyani bu tarafi faqat yotoqxonalar va bu tarafi umumiy foydalaniladigan joylardan iborat bo'ladi. Ko'rayotganingizdek mana bu yerdan kirish bu tarafdan ham bor va bu tarafdan ham bor. Mana bu yerda kirganingizda o'zini alohida sport zali bor. Undan tashqari mana bu yerda umumiy stadion bor. Ikkala xizmatchilar uchun xonasi ham bor. Aytadigan bo'lsak, katta zali bor. Umumiy sanuzil, undan tashqari mana bu yerda oshxonasi, yana bitta zali va tashqariga chiqilsa bu yerda ham o'zining basseyni va umuman dam oladigan joylardan iborat. Bu tarafga o'tiladigan bo'lsa, bitta yotoqxona, o'zining sanuzi bilan birga, mana ikkinchi yotoqxona, o'zining sanuzi bilan birga, va mana bu uchinchi yotoqxona, o'zining sanuzi bilan birga. Xo'p, endi buning buyog'i mana katta master bedroom hisoblanadi. Xo'p, master bedroomni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zining saunasi bor, dushavaya va vannalardan iborat. Juda ham katta garderoblardan iborat ko'rib turganingizdek, o'zining alohida garderob xonasidan ham iborat bo'ladi va balkonlari ham bo'ladi ko'rib turganingizdek. Xo'p, proyekt juda ham ajoyib qurilgan. Xo'p, umumiy tushunchaga ega bo'ladigan bo'lsak, 3 bedroomli penthouse faqat 26-etajda, eng yuqori etajda joylashgan. Va bunda bu yerdagi 3 bedroomlilar bo'ladi va bular 4 bedroomlilardan iborat bo'ladi. Ko'rinishlar jihatdan, dizayn jihatdan, joylashuv jihatdan juda ham qulay joyda joylashgan. Quruvchi tarafidan hozir 70 ga 30 to'lov plani taklif qilinmoqda. Ya'ni 70% qurilish davomida 30% kalitlar olinayotganda uylar tayyor holda beriladi. O'rtacha boshlang'ich narxlari 2 million dirhamdan boshlanyapti. Biz narxda ular $500,000. Boshlang'ich to'lovlari 20% dan boshlanyapti. Bu proyekt haqida qisqacha ma'lumot shu. Sizlarga qiziqarli bo'lganiga umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar va like bosib qo'yinglar. Rahmat.